bu darajada qiynalish bo'lgan yo'q. Nimadir qilganmisiz? Siz shu darajada o'zgargansiz. Opa-singilday ozgansiz deydi suratlaringizda. 5 kiloga endi intensiv mashqlar qilib, chiroyli rastechka bilan olishingiz kerak. Endi 5 kiloni ko'proq jismoniy harakat qilishingiz kerak bu yog'iga. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalini ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugun navbatdagi suhbatimiz Matlub opamiz bilan bo'ldi. 93 kilogramdan 66 kilogramga qanday ozgan, nimalarga e'tibor bergan, o'zi nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa qilib ozish kerak, mana shu haqida suhbatimiz bo'lgan. Ushbu video do'stlar sizlarga qiziq bo'ladi va motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Albatta sizlar ham agar ozishlikni xohlasalaring, mana shu suhbatdan keyin xudo xolasa qat'iyatlik bilan kirishsalaring, men ozishlikka oid video qo'yib boraman do'stlar YouTube'ga. Agar meni kanalimni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, men vaqtida 120 kilogram bo'lganman. 120 kilogramdan to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib 90 kilogramga tushganman. Shu tajribalarimni opa-singillarimiz bilan bo'lishib kelib, aka-ukalarimiz bilan bo'lishib kelib, hozirgacha 500 dan ortiq insonga yordam berdim ozishligiga. Siz ham do'stlar YouTube kanalimda yangi bo'lsangiz, videolarimni bir boshdan ko'rib chiqing YouTube'da. Xohlasangiz marafon ochganman. Marafonga qatnashishingiz mumkin. Suhbatni ko'ramiz unda. Xo'p do'stlar, hozir qo'ng'iroq qilamiz bo'lsa Matlub opamizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Rahmat suhbatga rozi bo'lganingiz uchun. Yaxshimisiz? Rahmat opa, rahmat. Rahmat, katta rahmat. Xo'p, unday bo'lsa suhbatimizni boshlaymiz. Umumiy necha kilogram ozdingiz va qancha vaqtda, Matlub opa? Men birinchi izlab boshlagan paytimda 93 kilo edimda. Aha. Hozir boshlaganingizda farqingizda? Boshlaganimda 93 kilo edim. 93 kilo. Hali Telegram ochmagandingiz. Ha. Keyin 88 kiloga yetgandan keyin Telegram ochib, o'shanga qo'shilib, keyin yanada nima harakat tezlashib ketdi. Men 4,5 oylik ichida bab orasida buzib hali babram sabrsiz bab nima bo'lar ekan, babamga qiyin. 5 oy ichida men nimaga tushdim? 70 kiloga tushdim. 5 oyda? Undan keyin общий hamma 5,5 oy ichida 66 kilomanda. Общий, ha. 65 66 kilo. Malades. 5,5 oy. Malades. Marafonda ikkinchi sezonda-da. Ya'ni bir sezon choylik tugab, ha, ikkinchi sezonda. Ikkinchi qaldirg'ochlar bilan-da. Ha. Qarangda. Do'stlar, yana bir narsani aytish esdan chiqdi. O'sha suhbatimiz kuni juda qattiq shamollagandim. Suhbatimiz o'sha kunga to'g'ri kelib qoldi do'stlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa, o'sha ovozlarda kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr do'stlar. O'sha shamollashning oqibatida salgina videomiz sifatsizroq balkim chiqqandir. Uning uchun uzr so'rayman oldindan. Suhbatimizni davom ettiramiz bo'lsa. Mana misol uchun iyul oyidan qachon men uyga ketgan bo'lsam O'zbekistonga, manaki 4 oydan beri men pravda pitaniya qilmayapman, Nurjonjon. Lekin Xudoga shukr yig'madim. Umuman olganingiz yo'q. Lekin men unga hali yetmadim. Idealda yana 5 kilo bor. Mana hafta bo'ldi, yana pravda pitaniya boshladi. Haftaning ichida yana 2 kilo vес tashladim. Juda chiroyli ozgansiz. Oldingi bilan hozirgi rasmlaringizni qarshi bo'lmasangiz agar qo'yib borsak, tomoshabinlar ham ko'rardi. Bemalol qo'ying. Juda bir chiroyli ozgansizda. Men ham o'sha ancha bu suhbatni ancha kutdik. Qachon bo'lar ekan deb sizni vaqtingiz to'g'ri kelmay qoldi. Keyin yana qanaqa ishlar bo'lib qoldi. Rahmat, katta rahmat. Mana Xudo bugunga nasib qilgan ekan. Bugun mana shu suhbatimiz ko'plab insonlarga mana bu motivatsiya bo'ladi-da. Opa-singillarimiz ham kommentariyalarda yozishadi. Mana shu Kumush opani, sizdan oldin Kumush opa bilan suhbat qilgandik, Rasul aka bilan, Asadbek bilan, ularda ham juda yaxshi natijalar bor. Ha. Ularda ham shu videosi odamlarga umid uyg'otadi-da, o'ziga nisbatan shtobi men ham ozaman degan narsa bo'ladi. Keyin shunday qilib harakat qiladi. Ana shu videolardan keyin ham ozishda boshlaganlar o'sha bir 15 kilogramlar ozib ulgurdi-da. Xudo xolasa. Siz nimalarga qiynaldingiz masalan shu dieta vaqtida, masalan to'g'ri ovqatlanishda? Sizda ko'proq nima qiynadi masalan? Shu qiynalgan tomoningiz bormi? Men alhamdulillah bu darajada qiynalganman. O'zimga o'zim hayron qoldim. Negadir men o'zimdan o'zim bir narsa boshladim, mana shu boshladim, shundan o'zimdan keyin o'zim ko'z tegmasdi. Tatonlo aytib, negadir maqsadim ilmini, chunki cheklangan muddat bor edi men oralig'imda. Qarang, yana bir isbotida men ko'plab mana shu videolarimda ham aytaman, maqsad qo'yinglar. Albatta maqsad qo'ysanglaring, albatta yetishasizlar deb. Mana yana bir isbotida mana maqsad qo'ydim deyapsiz. Shu 5 oy ichida ozishim kerak deb oldingizga maqsad qo'ygansiz, albatta mana shunga erishgansiz. Qarang, erishganda juda chiroyli erishgansizda. Hozir oldingi rasmingiz bilan hozirgi rasmlaringizni solishtirsa, o'rtasida 200% farq bor. Hozir hali endi Одноклассникlarimiz borda, videozonda telefon qilsak, "Marzuba, sen Moskvaga borib, Moskva senga yoqdi" deyishadi. Ilik qani, sen dedi orqaga qarab yashayapsanmi, oldinga qarab yashayapsan dedi. Oldimiz 10 yilligimizda o'tirganmizda. O'sha paytda rosa hammasini tashlamishni saylantirib, "Suyimiz manda rosa. Kiyim tanlashga borib, roza hech kiyim tanla olmayman-da."
nima deydi, ana maqol bor-ku, oyog'i kichkina yoqqanni kiyadi, katta topganni kiyadi degandek ilojim yo'q. Yoqtirganni razmeri yo'q, anakini manikirdagini. Topganimni kiyganman, shunaqa. Hozir aytadi, o'sha paytingda hozirni ko'r sen deydi. Sen deydi, orqaga qarab yashab boryapsan. Ey, xudoga shukur deyman, hozir Xudo xohlasa deyman, kelin olsam kelinni. Ular qaynonasimi shu deb aytishadi, qarab turinglar deydi. Bu ham kam deyman. Marafon gruppada ham rasmlaringizni tashlaysiz. O'sha tashlaganingizdan keyin o'zingizga ham savollar ko'payib qoladimi? Nimalar yeb oldingiz? Rosa ko'p qiz aytadi, mana misol uchun ham turibdi, bechoralarga javob ham qilolmadim. Fursatdan foydalanib aytib qolaman, uzr, men ham ishda bo'laman, vovремя ularga aytib qololmayman. Bir ham ko'pda ayol kishi sizdan qayta so'ragan, uyalishadi shekilli. Mendan so'ratadi, deydi, yonida nimalar bo'ldi, men opa-singilmi deb o'ylayman dedi. Yo'q, o'zimda menda intilish bo'ldi, birinchi uchurda maqsad bo'ldi, orzu bo'ldi, hayot meni shunga majbur qildi. O'shandan keyin eng avvalo aytganingizdek maqsad oldinga maqsad qo'ysang o'shanga erishasan. Ertaga qilaman, endi qilaman, bugun qilaman, ertadan boshlayman degan narsa yaxshi emas. Mana shu bugundan hozir esimda borda yana bir narsani aytayin. Bu opa-singillarimizga ham hozir ko'rib turgan tomoshabinlarga ham bir motivatsiya bo'ladi, yana bir bor. Siz o'sha marafonimizga qo'shilgan paytingiz menimcha restoranda oshxonada ishlardingiz, menimcha. Keyin siz power bo'lib ishlargansiz. 17 xil 18 xil ovqatni ichida qo'lingizdan o'tgan. Shu 17 xil 18 xil ovqat taomlar, ya'ni agar sizda возможность bo'lgan, imkon bo'lgan, shtobi hamma taomdan yeyishga, lekin o'shanda ham qarang, bunda ham bir iroda kuch kerak-da, masalan, parhez taomlarni yeyishga. Mana shunday iroda topsa bo'ladi-da. Opalar, mana hozir kim eshitayotgan bo'lsa, mana u sizlar aytgan taomlaringiz meni o'z qo'limdan o'tadigan. Bizda o'zi nimadan personal ozda sotilgan. Personal oz 7-8 ta xohlagan narsani yeyish. Bu pizzadan tashqari mening qo'limdagi 15-18 ta ovqat. Pizzalarni aytmayapsizmi? Men o'sha hammasida shunday hamma maqsad nomshali pizza hamma narsada yurib ketasanmi? Hayotga bir kelasan, ye desak. Yo, hali vaqti bor. Sendan ham zo'r yeb ichaman deyman. Unaqa dema. Men suvga qarab birishga o'zim o'yla deb qo'yishadi. Yedim, Xudoga shukr. Men o'shani xush ko'rib o'zimga shifo bo'ladi. Men o'zim Xudo xolasa shunday qilaman deb nima qilib yedim men. Orzu niyat qilib yedim yegan paytimda ham o'sha. Shifo bo'ladi deganingizda haqiqatan ham konkretni shifoda bu ko'p kishini sog'ligiga, ya'ni yaxshi foyda beradi. Ko'p kishini bir muammolarida, sog'ligida bo'layotgan muammolardan xalos qiladi. Sizda qanaqa bir muammolar bor edi oldingi paytda, hozirgi paytda qanday o'zgarishlar his qilyapsizmi? Hozir men sizga aytdim, menda bo'ldi. Men nima uchun ozishni maqsad qildim oldimga? Menga doktoram aytgan, sen bu ketishingda senga уже qahr diabet moyillik ketyapti. Jigarni yo'q bog'lagandi. Men уже sezib boshladim. O'zim xuddi yuragimni bir narsa siqqanday bo'lib, nafas yetmay qolardi. Zinalardan chiqishda qiynalardim. Oyog'im u darajada og'rimasa ham ichki organizm siqilib yotdi. Ertalab tursam, boshim tiqilib, xuddi paxta tiqqandek tiqilib yotardi. Ertalab shishib turardim, qo'llarim telefon ushlasham bilinardi. Hozir unaqa narsa yo'q. U Xudoga shunaqa narsa yo'q. Hamma narsa metabolizm taraflama men yaxshi bo'ldim. Menda o'sha metabolizm taraflama ham menda problema bo'lardi. O'sha narsalar ham mening organizmlarim уже ko'p narsani sezdim. O'sha farqi tutgandan men davlena degan narsani bilmadim, to'g'risi. Men oldin limon ko'pi olmasdim, уже boshqacha boshladim. Hozir bemalol ishim kelgan paytda limon ichayapman, ishim kelgan paytda kofe ichaman. Problemam yo'q, Xudoga shukr. Вообще zo'r. Ko'proq nimalarga e'tibor berdingiz? Hamma hayron qoldi, hamma hayron. U darajada seni Moskva shu darajada yosharsan bor, Moskva yoqdi senga. O'zim harakat qildim, o'shanga Alloh taologa ham kuch berdi, Xudoga behisob shukr. Oldin shulardan qarab, men rostdan shu darajada 23 yosh ekanman, bir suratim ko'rsangiz yonimda o'shanim bilan tushgan. O'sha paytda men katta xotinga o'xshar ekanman. O'zimcha men chiroyliman deb suratlarga ham tushibman-da o'shanda-da. O'zimcha suratlarga o'zi o'tirib bo'lanim 23 yoshman shu paytda deyman. O'zimdan o'zim bir qiz bo'lgan. O'sha paytda aqlim qayda edi meni deb. Qarang, o'sha paytda aqlim yo'q. Odamzodga bir narsa turtki bo'lar ekan, Nurdinjon. Bir narsaga sizni o'shanga majbur qilar ekan, o'shandan keyin shunday bo'lar ekan. Nimadir-da, har kimning birovlar sog'ligi odamzod abadiyni qiladigan paytda o'sha narsanda bir narsa turtki bo'lish, birovlarga nimadir turtki bo'lar ekan, o'z-o'zingdan qilish sal xiyroq bo'ladi, lekin hajm birovlar misol uchun majburiy doktor aytadi, sen parhez qilmasang bo'ladi. Mana misol uchun meni bitta akam bor, Sahro bo'lgan. O'sa 130 kilo bo'ldi. O'shanga doktor aytgan, agar dieta qilmasang, ko'pga bormaysan, yashamaysan. Davayda boshla desa o'zida boshda nima topmadi. Aka qarang, men sizga yozib bir narsa beraman dedim. Sizga aytmasdan sizni menga qo'shmasdan men mana bu yoqda yana 5-6 odamga berdim. Ozmi ko'pmi Xudoga shu o'zim ayolga, nimalar 7 kilo oz beraman. Agar semizlik yaxshi yeman, tabi nima bo'lmaysiz. Sekin men nima boraman. Bunday qiling, bunday qiling, bunday qiling, bunday qiling. Agar men taroziga chiqib, yengil bo'lib qoldim qizim deydi. Ko'p odamga yordam tegyapti va yaxshiladi. Temizlik lekin molga yarashar ekan, haqiqatdan. Odamga yaxshi narsa olib kelmas ekan. Shunday. Odamga to'g'ri keladi. Bu mana bu suhbatimizni qilishimizdan maqsad shtobi sizlarni masalan men o'zim yordam bergan kishilarni, keyin mana shu boshqa kishilarni ozganini ko'rsa, demak yanada uyg'onaveradi-da, o'ziga bo'lgan maqsad, umid uyg'onadi, shtobi men ozaman deb.
Sizlarga katta rahmat. Mana yaxshi ta'sir qilasizlarda. Hozir sizni kim ko'rsa, ya'ni umid uyg'onadi. Ya'ni mana shu opamiz ozgan ekan, men nega ozolmayman deb. Hali yosh singillarimiz bor, og'ir ves bilan yuribdi, 20-17 yosh qizlar bor. Ya'ni ularga nima deb maslahat berasiz masalan? Mana opalarimiz bor, umumiy opalarimiz bor masalan. Yana shu fursatdan foydalanib men o'zimni boshimdan o'tkazgan, o'zim sinovdan o'tkazgan bir narsani aytib ketaman. Vahshiyda odamzod bunday bo'lar ekanda, yengil tarafga jim ozarmanmi, yengil narsaga yugurarman. Men o'zim bundan 8 yil oldin hozir Instagramda o'sha paytda 113 kilo edim, tushunasizmi? 113 kilo edim. Bu men negadir shunaqa bo'lib ketdim. Keyin undan yaxshi ham 93 kiloga tushdim men. Qabul sho'rga ko'p ishni mana bu qildim, o'sha tushib oldim, keyin lekin o'sha normada yurdimda, undan keyin ololmadim. Chunki o'sha narsani bilmaganman. Men u paytlarda telefon tutardim, bilmaganman, izlamaganman ham. Eshitganman, kapusta ozdiradi deb eshitganman, sho'rva ozdiradi deb eshitganman, nepravильно yeb ichganman. Nabor o'zimni boshim aylanib yiqilib qoladigan darajada odamzod och bo'lsa, asabiy bo'lib qolgan. O'shanaqa bo'lib, holim qochib, qaltirab shunaqa bo'lib qolganman. Hozir qanday bo'lyapsiz? Yeb, sog'lom, yaxshi. O'sha paytda men yonida jinniga o'xshab qancha so'mga ishonasizmi, Toshkentdan zakaz qildirib, o'rtada odam ustiga pul qo'yib, dori oldirib, yana bir nima bo'ladi. Kapalak qo'yarkan desa, qorning yog'ini yerda desa, kapalakga o'xshagan narsa vibratsiya qildirib, yana bir balola qildirib, zararligini bilib turib, o'sha doridan hali ham yana Alloh yo'ldan qaytadi. Mana aytaman, 4 ta ichdik, uchalasi ham o'z qopini olib tashladi. Yo'q. Billahi degan dori u nima qilar ekan? Nimadir organizmdan o'qilar ekan, lekin ozdirar ekan. Lekin o'z ishlanishlar uchalasi ham operatsiyaga o'z qopini olib tashladi. Alloh saqladi meni. Men yarmida to'ktirib tashladim o'shani. O'shalarni ko'rib jinniga o'xshab meni zarar qilib oldim. U dori abdolini bir joyinga zarar qilar ekanda. Mana u dori bez qiladi, ham ozangina ham olsa bo'lar ekan, lekin hammaga ham kuch, sabr kerak. Birdaniga ozish degan emas. Gap misol oyiga 4-5 kilo norma qilish. Menga eng nima joyi xursand bo'lgan joyim Nurdinjon ves yig'madim. Alhamdulillah 5 oyki men ves yig'madim. Xohlagan soatimda xohlagan narsamni yedim. Nurdinjon ishonasiz, men kecha ham yedim. Shu 5 oyning ichida non ham yedim, xamroq ham hamma narsa yedim. Chunki men lecheniya qildim. Mana shu xatirda aytib ketaylik, shu uni ham me'yorda, to'g'rimi? Lekin me'yorda o'zimiz marafondagilar ham idealga yetganlar ko'pda. Masalan, yana Matlubaxon yeyotgan deb ulardan boshlab o'rmasin yana. Har kim organizm har xil. Men o'zim o'tirib tushundimki, organizm qanday toza bo'lib, metabolizm yaxshi ishlasa, o'zi normasiga ketaveradi shekilli. Qarang, misol uchun mana nimalarda ham kanalizatsiyalar bo'ladi-ku, o'sha qancha kir shlaq bo'lsa, o'ziga o'shanga kir olib qolaveradi-da. Shlaqni yana o'ziga olib qolaverar ekan. Agar toza bo'lsa, shunday ketaveradi shekilli. Men o'zim shunday fikr o'yladim-da. Znash men ozgina bo'lsa ham o'zimga kiyib olganman, lekin men yana 5 kilom bor. Men u 5 kiloni sekin mashq bilan u qora sohalarimda bor, shunaqa rivojlanishni istayman. Endi o'zi mana 5 qorin tomon tortiladi-da. Oldingi ishlagan joyimdan hozir ham to'g'riman. Hozirgi joyimda personalga отдельный периферий ovqat. Shunday yaxshi ovqatlar pishirib, zavtrak, obed nima. Aytganingizdek, o'zim qoringa sal dishni tuganlarga o'tirib yevorsam, o'zimni og'ir qilib boshlayman. Og'ir qilib boshlayman. Yolmayman baribir, o'sha o'rgangan, shunga organizm o'rgangan. Me'yorda-da. Shuni men o'qimadim-da men. Ko'proq dieta vaqtida ko'proq nimalar yedingiz? Men ko'plab opa-singillarimizga hozir qiziq bo'ladi-da bu. Hozir bu savolni bermoqchi bo'ladi. Nimalarga e'tibor berdingiz taomdan? Men ko'pincha suyuq ovqat ichdim, xolos. Ichiga poстоянно men o'zim teb iste'mol qildim. Har kimga har xil yoqadi. Seldri, zelen, shunaqa narsalarni soldim. Lekin men sinab ko'rdimki, agar kimdagi xohish bo'lsa, grechka lekin rosa zo'r hozir ekan. 3 kun men grechka bilan sinagandim. Esingizda bo'lsa, o'g'loy bor-ku. O'g'loy. 5 oyda zo'r 7 kilo bo'lgan. O'sha qiz menga vaqtida qildi, soatida qildi. O'shani yozib jo'natganicha 3 kun qildi, 3 kunning ichida 5 kilo ozib oldim, ishonasiz? O'zimdan o'zim hayron qoldim. O'sha grechka lekin rosa zo'r ozdirar ekan, lekin bir xil o'sha grechka yemadim, chunki o'zimni o'zim o'qimadim. Bugun bu yedim, ertaga buni yedim, nariga buni yedim, hammasi lekin suyuq ovqat bo'ldi. Me'yorda hamma narsani shunaqa qilib yedim. Mana shu o'g'loy opa YouTube'da u payt marafonimiz ochilmaganda-da, YouTube'da ko'rib 30 kilogram ves tashlagandi. Keyin marafonimiz ochilgandan keyin o'g'loy opa men mana shunday 30 kilogram ves tashladim. Rasmlari bilan bo'lishdi. Men aytdim, keling marafonga shtabi natijasi kimnidir natijasi bilan bo'lishsa, o'shaning uchun natija ko'rganlarga aytamanki, rasmlaringiz bilan bo'lishsalaringiz, bu ham majbur emasda. Hatto deyman, yozib qo'ysalaring, men shunga ozganman deb, men sizlardan keyin keladiganlarga juda bir motivatsiya kuch-quvvat bo'ladi-da. Ular men ham ozaman deb harakat qiladi. Mana qarang, o'sha o'g'loy opa marafonga kirdida sizlarga masalan rasmlar bilan bo'lishdi, mana shunday qancha oyda mana shuncha 30 kilogram ves tashladim deb aytgani ko'p kishiga bir motivatsiya bo'ldi-da. Ko'p kishi shunga qarab intilib, hozir hammada xudoga shukr
natijalar bor. Alhamdulillah. Mana sizda